Assalomu alaykum hammaga, Surxondaryolik obunachilarimiz. YouTube kanalimizda to'g'riroq video qo'yganim yo'q, men Surxondaryoga boraman deb. 19, 20, 21, 22, 23 iyun kunlari Surxondaryoda bo'laman. Ko'p obunachilarimiz Telegram gruppamizga, Instagram gruppamizga video qilib qo'ygandim. To'g'risi YouTube'ga qo'yganim yo'q, o'sha uchun YouTube'ga ham qo'yapman. Ko'p obunachilarimiz zakaz qilgan slipoy zona, Cobalt elektronik bakoy yopilib ochiladigan, ichiga slipoy zonalarni uстановка qilib beramiz. Keyin cruise control tizimlarini zakaz qilgan klientlarimiz. Keyin mana ichida Malibu bar, Malibu rul, Onyx bar hammasi haqida video qo'yib borayotgandik. O'shalar haqida hammasida zakaz qilingan. Ko'plar Malibu barga qiziqib turibdi. Mana o'zim boshlamga Malibu 2 bar qo'yilgan, full komplektatsiyada qo'yilgan. Umuman o'ngga chapga qimirlamaydi, hamma tomoni zo'r holatda qo'yilgan. Shu uchun ko'plar qiziqqanligi uchun Malibu bar ustanovkasi bilan $220 qilib qo'yganmiz. Original, yaxshisi bo'ladi, hech qanaqa muammo qilmasdan ishlaydi. Keyin Cobalt mashinasi kerakli bagaj knopka, juda shunaqa ishlar hammasi elektronik bakoylar, kerakli mana bunaqa black pianolar, nima kerak bo'lsa hammasini spiska qilib tashlagan. Shu uchun YouTube'ga ham qo'yayin dedim, chunki ko'p obunachilar YouTube'dan kuzatadi bizda. O'sha uchun 1 kun, 2 kun vaqt qoldi. Bemalol Telegram orqali 95 339 43 43 telefon nomerimga bog'lanib, pastga nomer qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqsalaringiz, spiska qilsalaringiz, iloji boricha olib borib ustanovka qilib berishlikka harakat qilamiz. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, foydalanib qoladigan joy. E'tibor uchun hammaga rahmat. Qaytishda Qashqadaryolik obunachilarni kutib turganda, yo'l-yo'lakay Qashqadaryolik obunachilarimizni ham xursand qilib, chiroyli narsalar o'rnatib beramiz. E'tibor uchun hammaga rahmat.